bunday qilib turib Marish kunida hamma istirohat bog'iga borsa, biz ish bog'iga bordik. Yo'lda shunaqa bitta mashina sig'adigan temir ko'prikdan o'tdik, dalalardan o'tdik. Yo'lda shunaqa tor yo'ldan changga botib, loyga botib, oxiri yetib keldik. Bog'imizda hamma mevali daraxtlar bor. Biz bog'da kartoshka o'tdik, kartoshka o'tib, pomidor chopgani o'tdik. Pomidor chopyapti, esa yoshligimizlar bir o'ynab oldik. oldin yoshligimizda shunaqa pampa o'ynardik. Sizlar o'ynamidinglar? Porsin deydi uni. Pam deymiz. Taba ikkalamiz ham Buloqboshdamiz. Biz tomonda, ya'ni Uchtepada pam. Bu Naymanda porsin deylar ekan. Osinjo'lar, sizlar ham yoshliginglarda shunaqa loy o'ynaganmisizlar? Sizlarda nima deyilardi? Kommentariyaga yozib ketinglar. O'ynab oxirida loylarni osmonga otib, erim pul ko'p bo'lsa, erim pul shuncha bo'lsin deb otishni boshlasam, xotinjon qilig'ingiz o'ylang, tur undan ko'ra ish qilsa shunda boy bo'lamiz desa bo'ladimi, dadasi? Men ham past ketmadim. Men loy o'ynaymanmi, ish qilamanmi, men bo'lsam bo'ldi, boy bo'laverasiz dadasi desam, to'g'ri aytasiz, gapingiz rost bo'lsa ish qiling deydi. Yana nima ham qilardi, erkaklarning hammasi bir yo'l. Aytgancha Osinjo'lar, bog'imizda shunaqa sara giloslar ham bor. Undan ko'ra mehmonga kelinglar, bir yayrab ketasiz. Farzandi borlar yaxshi quloq solinglar. Ko'pchiligimiz farzand katta qilamiz va ba'zi bir farzandlar sho'x bo'ladi, yig'laqi bo'ladi, qaysar bo'ladi. Xosatan kech payt uxlatishda ba'zilar qiynaladi. Masalan, o'zimiz ham uxlashni xohlamaydi. Mana shunda ba'zi bir ota-onalar farzandlarni urib yurib uxlatadi. Farzand yig'lagan holda uxlaydi. Mana shu narsa farzandga o'ta qattiq ziyoni bor. Meditsina tomonidan ham farzandni yig'lagan holda uxlatishlik katta ziyon bor. Shariat tomonidan ham qaytarilgan. Shariat tomonidan bironta bir oyat yoki bironta bir hadis kelmagan. Lekin oldingi katta olimlar, ulamolar, ahli ilmlar bundan qaytargan. Aytganki, agar farzand yig'lab uxlasa, bu g'am bilan, muammo bilan, qayg'u bilan uxlaydi. Bu qayg'u g'am farzandning qon tomiriga, qalbiga, vujudiga singadi va albatta bu yaxshilik bilan tugamaydi. Shuning uchun farzandingizni kuldirib, xursand holatda uxlating. Salom jonajonlar, bahor keldi, yoz keldi dedim-da, bo'rkalarni ham boshlab yubordim. Shartta parda gilamlarimni yig'ib oldim. Qarasam, pardam ham, gilamim ham yuvishga qiynalaman. Og'irlik qanaqa yuvaman endi bilan deb tursam, Instagramda xayol qilasizlar, rivoj gilam yuvishni nomerlarini berib qolishdi. Keyin shartta telefon qildimda, ular o'zlari yetib kelishdi. Parda gilam, qo'shimchasiga adyolarimni ham berib yubordim, bo'lsa bo'ldi endi deb. Ular dastavkalar o'zida ekan, olib ketishdi. O'zlarining apparatlari bor ekan, chiroyli qilib, cho'tka qilib yuvish berar ekan. Hech qachon bunaqa o'zim oqartira olmasam kerak. O'zlari zo'r qilib oqartirib, tekis qilib yuvib berishar ekan. Bularda adyol, gilam, parda hamma yuvish xizmatlari bor ekan. Dastavkalari ham ichida tekin ekan, o'zlari kelib olib ketishadi, o'zlari yetkazib berishar ekan. Oradan bir kun o'tib, parda gilamlarimni yuvib, quritib, dazmollab, oppoq qilib olib berishdi. Pardalarimni tekis qilib dazmollashdi o'zi ham. Borada chaqqon kelib olib, oynalarimni ham artib tozalab qo'ygan edim. Keyin qizalog'im bilan gilamlarni ham amallab, solib chiroyli qilib oldik. Qizim ham ish tugadi, uradi deb qochib qoldi. Hammayni deb amallab, pardalarimni ham ilib, gilamlarimni solib, ayvonimni chiroyli qilib ko'z ko'rinadigan qilib qo'ydim. Menga yordam bergancha rivoj gilam yuvish fabrikasiga rahmat aytaman. Hovlilarni toza tutishlik, musulmon odam yashaydigan joyini pokiza tutishlikda katta hikmat bor ekan azizlar. Farishtalar eng yomon ko'rgan narsalardan bittasi badbo'ylikda. Badbo'ylikni, yomon, yoqimsiz hidni, axlatni, mana shunaqa pokizasiz narsalarni farishtalar yomon ko'radi, bu yoqqa kirmaydi. Keyin biz yuraveramiz, nimaga meni ishim yurishmayapti, nega rizqim bo'lmayapti, nega baraka yo'q? Axir nopok uyda qanday baraka bo'lsin? Chunki bizni rizqimizga duo qilib turadigan farishtalar kirmayapti-ku uyimizga. Farishta doim duo qilib turar ekan, har kuni mana shu sohibning uyini egasini haqqiga duoda bo'ladi azizlar. Biz o'sha duoda bardavom qilmoqligimiz uchun pokiza qilib turishimiz kerak uy joylarimizni. Ana o'sha pokiza bo'lganda inshaalloh u joyga farishtalar kiradi. Farishta badbo'ylikni yomon ko'radi. Hammaga salom qizlarjolar. Men sizlarga bugun zo'r life hack topib qo'ydim. Ishonchli ekan, chiqib qoluvdi. Qani sinab ko'raman dedim. Bitta влажный salfetkani olasizlar, mikrovolnovkani ichiga shunaqa sovolasizlar. Uni ustiga bir osh qoshiq to'la tuz solasizlar, ustidan 3 qoshiq suv solasizlar, ustidan solinglar tuzni. Keyin ровно 2,5 minutga mikrovolnovkani isitishiga qo'yasizlar. 2,5 minut kutib ko'rasizlar, hamma paritsa bo'lib ketgan bo'ladi, hamma yoq. Yaxshilab o'rab, hamma yog'ini polniy artib tashlaysizlar, keyin quruqlatida artsanglar bo'ladi. Hamma chirklarni bittada olib tusharkan, qizlar ko'ryapsizlar, umuman chirklar qolmagan. 100% ishonchli, bemalol qilsanglar bo'ladi qizlar. Men o'zim sinovdan o'tkazdim. Bu dunyoda eng yaxshi hissiyot nima bilasanmi? Sen hamma g'am tashvishlaringni uyda qoldirib, ota uyingga kelasan.
mazza qilib o'zingni karomatingda qo'ysan. Adek uyg'onishingga issiq non bilan qaymoq chiqib qo'ygan bo'ladi. Keyin onang senga san yoqtirgan narsalarni pishirib beradi. San uchun va san bir kungina yana bolaga aylanib qoladi. Xuddi hammasi qaytadan boshlangandek. Zo'ra.